3 oydan keyin to'y, tekshirganimizda bachadon yo'q, hayz ko'rmaydi. Qizda o'spirin, voyaga yetmagan qiz farzandingiz bormi? Bu video aynan siz uchun. Hozirgi vaqtda juda ham ko'paygan bu kasalliklardan biri qiz bolalarda hayz sikllarining buzilishi. Hayz sikllarining buzilishi qizlarda bu juda ham onalar tomonidan e'tiborsizlikda qolib ketyapti. Turmushga chiqmagan yosh qizlarni, voyaga yetmagan qizlarni hayz sikllari bilan onalar qiziqishi shart. Onalar bizda nimagadir uyalishadimi yoki o'zbekchilik, uyalamiz, nima deb o'ylashadi, ko'rgan nima deb o'ylaydi, ginekologga olib borishmaydi. Bu eng katta xato hisoblanadi. Albatta, qiz farzandlaringizni hayz siklini surishtirib, qancha kunda ko'radi, necha kun ko'radi, qancha miqdorda qon ketadi, bularni bilish kerak bo'ladi va shu bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda juda ham ko'p qabulimga kelishadi. Ba'zi bir qizlarni hattoki matkasi yo'q, bachadoni yo'q yoki kichkina juda ham razmerlari yoki tuxumdoni juda ham kichkina, gipotireoz holatlari bor yana undan tashqari. Bular hammasi bir xil birgalikda kelib hayz sikllarining buzilishlariga olib keladi. Bular nima degani? Bular ertaga bu bepushtlikka sabab bo'luvchi omillar hisoblanadi. Yaqinda bir ayol qizlari unashtirilgan, 3 oydan keyin to'y. 3 oydan keyin to'y, tekshirganimizda bachadon yo'q, hayz ko'rmaydi. Qiziqmadingizmi? Nima uchun qizim hayz ko'rmayapti? Ha, ko'rar deb yuravergan, ginekologga olib kelmagan. Keyin biz unga tushuntirdik. Bu qiziz hayz ko'rmaydi. Kelajakda ham ko'rmaydi, chunki bachadon yo'q. Aplaziya bu tug'ma kasallik, tug'ma nuqsonlik kasalliklari juda ham qizlarda ko'p. Qin aplaziyalari juda ko'p uchrayapti. Qin yo'q qizlarda yoki tuxumdonlari yo'q. Bachadon bor, qin bor, tuxumdon yo'q qizlarda. Juda ko'p. Shuning uchun albatta qizlaringiz bilan qiziqinglar, shug'ullaninglar. Ko'ringlarga olib boringlar albatta va ginekolog, endokrinolog nazoratida bo'lish kerak bo'ladi. Biz ayolga tushuntirdik. Bu qiziz turmush qurganda ham farzand ko'ra olmaydi. Shuning uchun birovda farzandini hech qachon aldamang. Unga birinchi ayting, ochiqchasiga ayting. Qizim farzand ko'ra olmaydi. Agar uylanmoqchi bo'lsang, uylan yoki to'yda qaytaramiz. Birinchi ochiqchasiga aytib, o'ylan. Chunki birovda farzandini kuydirish kerak emas va shu yigitning o'rniga o'zingizning farzandingizni qo'yib ko'ring degan. Keyin u ayol to'g'ri tushunib ketdilar. Shu kun uchun hal qilaman, shu oxirgi nuqtani qo'yamiz deb ketdilar. Lekin juda ko'p holatlarda onalar bilib turib, qizini hayz ko'rmasligini bilib turib, turmushga berishadi. U bilan shug'ullanishadi. Lish bu o'sha qizini birovga o'tkazib olsa, bu hamma emas, hamma ayollar haqida ketmayapti. Ba'zi bir onalar haqida ketyapti. Bu juda ham og'riqli nuqtamiz hisoblanadi. Qizlarda juda ham ko'p kasalliklar bo'ladi, lekin ota-ona umuman qiziqmaydi. Даже shunaqa hayotda bo'lgan patsientlarimiz, o'sha turmushga chiqqan qizlar kelgan, aytishgan menga, doktorjon, ota-onamga tushuntiring. Meni ota-onamga aytganman, bir necha bor aytganman bu borada, lekin ular umuman meni doktorga olib bormagan, ko'rsatmagan, analiz tahlillar qildirmagan. Men juda ham xafa bo'laman, ota-onamdan noroziman. Chunki men bilan shug'ullanmagan. Endi kelyapti, turmushga beryapti. Bu yerda dashnomlar, har xil gaplar, har xil urush janjallar bo'lyapti. Qaynona tomonidan, kuyov tomonidan. Bu odatiy hol hisoblanadi. Shuning uchun qiz farzandi bor ayollar, albatta qizlaringizga mehrli bo'linglar va e'tiborli bo'linglar. Ginekolog ko'rigidan, UZI tekshiruvlardan, laborator tahlillardan o'tkazib, qizlaringizni ona bo'lishga tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Ona bo'lishga hamma tomonidan, reproduktiv tomondan tekshirtirib bo'lgandan keyin, ayol sog'lom bo'lgandan keyingina uni turmushga berish kerak. Lish birovga o'tkazish emas masala. Juda ko'p ayollar shunaqa. O'tkazib olsam bo'ldi, o'tkazib olsam bo'lmaydi. U nima aybi bor? U kuyov tomonidan nima aybi bor? Siz masalan kasalman, dardman qizingizni olishga nima aybi bor? Shu uchun albatta qiz farzandlaringizga e'tiborli bo'linglar, ginekolog bilan maslahat qilinglar, endokrinolog bilan maslahat qilinglar. Albatta shunaqa jarayonlarni keyin kelib chiqmasligi uchun hech qachon befarq bo'lmang, qiz farzandlaringizga befarq bo'lmang.